Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana sizlar bilan keyingi videomizni boshlaymiz. Bugun chiroyli bo'la qizchani rangli tasvirga olib kirib, jon bag'ishlaydigan bir paytimizda birgalikda qizcha haqidagi ertakni ham eslab o'tamiz. Qani ketdik. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda bitta qizcha bor ekan. U judayam sho'x va onasini uncha aytganini qilmas ekan. Bir kuni unga borib qo'shnisinikidan non olib kelishni aytibdi onajonisi. U yo'lda ketayotganda hayvonlar, qushlar chiqibdi. Yonidagi hayvonlar qushlarga qo'pollik qilib, oldidan chiqqan toshlarni tepib, achchiqib, kayfiyati yomon bo'lib ketibdi. Qo'shnisinikiga borib, menga non beraykansiz deb salom ham bermay ikkita non olib kelibdi. Olib kelayotganda yo'lda loy chiqib qolibdi. Yangi tuflichasini, chiroyli ko'ylakchasini kiyib olgan ekan, endi tuflichasini kirib bo'lib qolmasligi uchun nonni loyni ustiga tashlab, ustiga chiqib olibdi. O'tib ketaman deb. Keyin shu paytda birdan shamol bo'lib, birdan hamma yoq qop-qorong'i bo'lib, ko'ziga hech narsa ko'rinmay, birdan o'zini katta to'rni ichida ko'rib qolibdi. Oyog'ini tagida non turgan ekan haqiqatdan ham. Keyin yonida katta qop-qora, katta sugalari bor ayol paydo bo'libdi. Sen kimsan? Sen kimsan? Meni qo'yib yubor. Men qayerga kelib qoldim? Bu yerda men nima qilyapman deb rosa yig'lab, vahima qilib, xarxasha qilibdi. Keyin u kampir yoniga kelib, sen meni uyimdasan. Sen nonni uvol qilding. Oyog'ingni ostiga non qo'yding. Bu narsa judayam yomon. Non qanchalik izozli narsa ekanligini sen bilmaysanmi? Uni biz yeymiz, iste'mol qilamiz. Non bilan qornimiz to'q bo'ladi. Qancha insonlar shu nonga zorligini bilmaysanmi? Nega oyog'ing tagiga olding debdi. Yangi olib bergan tuflichamni kirib bo'lib qolmasligi uchun qildim debdi. Sendan judayam xafa bo'ldim. Non ham sendan xafa bo'ldi. Endi sen mana shu bitta nonni bug'doyini yig'maguningcha o'z holingga qaytmaysan. Men senga mana shu jazo qilib beraman deb bitta nonni ushog'ini yig'guncha qaytib kelmaydigan holatga tushirib qushchaga aylantirib qo'yibdi. O'sha qorong'u joydan qushchaga aylanib qolgan qizcha u yoq bu yoqqa tipirchilab o'zini qayoqqa otishini bilmay, oxiri o'sha kampirning uyini tuynukchasidan asta qochib chiqibdi. Qarasa, hamma joy chiroyli, qushlar uchib turgan, chiroyli dala birdaniga kuz fasliga aylanib qolgan, hamma joy xazon rezgi emish. Eski bug'doyzorning dalasida paydo bo'lib qolibdi. Eski bug'doyzorning tagida mayda har joyga sachragan bug'doylar turgan ekan. Keyin yig'lab qushcha holida chug'ur qilib birin-ketin bug'doylarni terishni boshlabdi. Bittadan teraveribdi. Judayam charchab ketibdi. Yomg'irlar yog'ibdi, unisidan qorlar yog'ibdi. Qorlarning orasida ham teraveribdi. Oxiri charchab, holdan toyib, rosa charchab ketibdi. Uyiga borib qarasa, derazadan borib qarabdi. Tumshuqchalari bilan derazani tiqillatibdi. Oyjon, men keldim. Men qizingizman. Oching, sovqatib ketdim, oyjon desa ham, oyisi ham uni tanimagan holatda derazani yoniga kelib, bu qushcha nimaga kelyapti deb pardani tushirib qo'yibdi. Yig'lab yana o'sha qorlarni tagidan, xazon rezgilarni tagidan nonga yetadigan bug'doyni terish uchun yana harakat qila boshlabdi. Qish davomida to'liq non yig'ib, bir yil keyingi yil xuddi yilning o'sha vaqti kelgunicha bir yil davomida donalab don yig'ibdi. Bitta nonni uni chiqadigan darajada bug'doy yig'gandan so'ng to'satdan birdan oxirgisi deb yig'ib kelayotgan bir paytda to'satdan qoqilib ketibdi va bir og'anab
o'z holiga, qizcha holiga ketdi. Xuddi shu kiyimchada, xuddi shu tuflichada qo'lida o'sha yumshoqqina qo'shnisi bergan non bor ekan. Shunchalar hayron bo'libdi, yig'labdi. Oyisini oldiga yugurib borib, "Oyijon, oyijon, meni kechiring. Oyijon, meni kechiring" deb shunchalar yig'labdi. Lekin oyisi uni umuman tushunmabdi. Lekin u bir yil davomida ko'rgan barcha qiyinchiliklarini, barcha nonga qilgan hurmatsizligi uchun topgan barcha ayblarini tushunib yetibdi va hech qachon iste'mol qiladigan, yeyiladigan narsalarni uvol qilmaslikni, uni asrab avaylashni, har qanday insonni qadriga yetishni o'rganibdi. Oyisini quchoqlab, yum yig'lab, unga barcha ishlarda yordam berishini, barcha ishlarni qilishini unga aytibdi. Bir yil davomida uning hayotida bo'lib o'tgan voqealarni hech kimga aytmabdi, hech kim bilan bo'lishmabdi. Judayam aqlli, odobli va ajoyib qizcha bo'lib yetishibdi. Ana ko'rdingizmi bolajonlar, insonni hayotida shunday voqealar bo'ladiki, unga bir umrga dars bo'ladi. Bir umr uni hayotini unutib bo'lmaydigan voqealar sabab bo'ladi va o'sha voqealar sababli insonlar katta tajribalar orttirishi, hayotdagi keyingi hayotida qiladigan ishlarini yo'lga qo'yib olishi mumkin. Shuning uchun siz ham barcha narsani qadriga yeting. Ayniqsa yeydigan, ichadigan narsalarni hech qachon uvol qilmang. Aytishadi-ku, daryoni bo'yida tursang ham uvol qilma deb. Demak, bir tomchi suvni ham, bir bo'lak nonni ham, nonning o'shog'i non, suvning bir tomchisi ham hayot ekanligini tushunib, hech narsani uvol qilmaslikni o'rganishimiz kerak. Mana ko'rdingizki, uvol qilmaslik, hamma narsani qadriga yetish insonni judayam katta o'zgarishlarga sababchi qiladi. Hamma narsani tushunib, aqlli va odobli bo'lib ulg'ayishga barchangiz harakat qilishingiz kerak. Bu bizning hayotimizdagi eng katta yutug'imizdan biri bo'ladi. Mehnatkash bo'lish, tabiatni asrash, barchasi o'z qo'limizda. Tabiatni qanchalik asrab avaylasak, u bizga bergan ne'matlarni qancha avaylab asrasak, bizning hayotimiz ham shuncha go'zallashib, shuncha beg'uborlashib boraveradi. Hozirgi eshitgan ertagingizdan xulosalar chiqaring. Sizga qanday ta'sir qilganligini kommentariyada yozib qoldiring va do'stlaringizga ham ulashing. Siz bilan birga mana shunday chiroyli rasmchani bo'yab, chiroyli ranglar kirgizib, qizchani o'z holiga, ya'ni aqlli, odobli va nonni qadriga yetadigan go'zal qizcha holatiga keltirguncha bitta chiroyli ertakchani eshitib, undan xulosa ham chiqarib bo'ldik. O'zingizni shu ertakchamizdan bo'lgan xulosalaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Do'stlaringiz bilan ulashib, obuna bo'lib, like bosib qo'ying. Yana keyingi suratchalarimiz va keyingi ertakchalarimizda siz bilan birga bo'lishimizda o'zingiz bizni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman. Mana chiroyli suratchamiz, chiroyli qizchamiz ham tayyor bo'lyapti. Siz ham xuddi shunday suratlar chizib, uni bo'yab ko'rib, chiroyli holatga, jonli holatga keltirishga harakat qiling. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha barchangizga sog'lik, salomatlik, omad, baxt tilab qolaman. Barchamizni ishimizni rivojini bersin. Hammangizga omadlar tilab qolaman. Biz bilan birga bo'ling. Like bosib, kommentariya yozib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Xayr, sog' salomat bo'ling.